Yo, barcha salom bo'ladi. Sizlar bilan men Avangard va bugungi videomizda sizlar bilan Minecraft o'ynaymiz va bu bitta Chankifda o'ynaymiz. Ko'rib turganingizdek, men bitta ikkita orqamda ikkita brat, pastda ko'ryapsizlar уже, past normalligini ketdi. Xo'p, ikkita brat, ikkita mol, bitta daraxt bor orqamizda va biz ham mana shu yerda yashab qolishimiz kerak. O'lib ketmasligimiz kerak. Va men yana bitta zo'r maksimal maqsadni eng zo'ri ishtilar. Xo'p, xapamizda bo'ladi-ku, mana Urvenni короче, levelda maksimalni qilishimiz kerak. Eng katta Urvengacha yetkazishimiz kerak, короче. Shu missiya bitta missiyadan zo'r. Nimadir qilishni bilmaydiganlar bo'lar, masalan, Minecraft kirib nimadir qilishlarini bilmaydigan odam bo'ladi-yu. Shular uchun anchagina yaxshiroq narsa bo'ladi. Va hozir men buni chetga surib qo'ygan holatda birinchi sandiqda daraxtni buzib olamiz bolalar. Fakelam bizga kerak. Hozircha hamma narsa bizga kerak. Bratlar nima sotar ekan? Qimmat. Yaxshi. Hozircha bularda bor narsa, ya'ni bularda sotib olishimiz kerak bo'lgan narsa bizda hozircha yo'qligi sababli anchagina vaqtimiz ketadi va bu videoning keyingi qismi ham bo'ladi bolalar. Keyingi qism chiqish uchun albatta sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Voy, men bu taxtada nima yozilgan ekan? O'sha ya atmay bo'lib ketdi. Ya bo'ldi. Otib yuboramiz bu taxtani, kerak emas вообще. Umuman kerak emas. Oppa ketdi. Bo'ldi. Yaxshi bo'lsin. Xo'p, endi daraxt bo'lishda davom etamiz. Уже kech bo'lyapti. Ko'rasizlarmi, bizni 1-minutga kelmasdi, 2-minutga bormasdan turib уже kech bo'lyapti. Bilmayman nimaga. Sirasi kech bo'lib qoldi. Bu modni boshlanishi shunaqami yoki kartani ana shunaqami? Короче, kech bo'ldi anchagina. Va biz mana shu Chankifda qolishimiz kerak bo'ldi. O'zim tushunmayapman nima qilayotganimni yoki nima qilib tanlayotganimni, короче, lekin iloji boricha tirik qolishga harakat qilaman. Va men bu keraksiz gullarni va keraksiz o'tlarni olib tashlashimiz kerak. O'tlardan urug' chiqadi, urug'ni biz o'stirib kattaroq qilamiz bolalar. Men bu ikkita jetilni hozircha yo'q qilmay turishim kerak. Bu sotuvchilar men kerakli narsa berib qolishi mumkin. Tushib ketadi hozir men bu. Lekin tushirmaslikka harakat qilyapman. Yaxshi. Xo'p, brat, qochib turing, brat. Xo'p, короче, yana davom etamiz. Let's go. Xo'p, men o'tlarni bir baloq qilib olgandan keyin yana davom etamiz, короче. O'tlarni oldik va tugadi, короче. Bir baloq qilib shuncha gul otamiz. Lola, atirgul, bir nima, qanaqadir gul. Короче, bo'ldi. Endi fakil bilan yoritib qo'yamiz shunchaki. Bo'ldi. Bu yoritib qo'ygan sababi kechqurun hamma bilganida spam bo'lmasligi uchun zombilar spam bo'lmasligi uchun. Xo'p, ketdik endi pastga qarab kavlaymiz va pastda men kutmagan va sizlar kutmagan narsalar bor. Chunki men bu nima desam bo'ladi, men bu kartani shunchaki kirib ko'rmadim-ku. Shuni qaradim pastga, уже to'g'ri, juda ham pastda juda ko'p narsa bor, aniq. Bu yerdan ancha katta joy qilamiz va nima desam bo'ladi, juda ham katta nima, mirda quramiz xuddi. Mir tashlaymiz, короче, bu yoqda. O'sha elga o'qila olmagan ishni ham qilamiz aytgancha. Xo'p, cobblestone ishlab chiqaradigan zavod bo'ladi. Masalan, bitta lava, bitta suv bilan bilasizlar. Hozir uncha esimga kelmayapti nomi. Короче, o'sha cobblestone chiqaradigan joy. Xo'p, uni qilish juda ham oson, lekin u to'poy qila olmagan, bilmayman nimaga. Uni tagiga varonka qo'yib, yana bitta ikkita shunaqa ishlarni qilamiz va ungacha yana bitta yoki ikkita qism o'tkazishlarga to'g'ri keladi bolalar. Chunki hozir bu qismimizda biz men o'zimga yana bitta joy ochib, shunchaki oxirini aytmay turaman. Shunchaki joy ochib bitta ikkita shaniq tashlaganmiz va hozir menga cho'p kerak va cho'pdan men fakil hisoblaman yana bitta. Chunki bu yoq yorug'roq qilishim kerak edi. Men bu burchaklarga qo'yamiz iloji boricha. Burchakga tushib ketgan taqdirda ham yerga tushadi. Hech nima qilmaydi, men tushib ketaman hozir. Tushmadim, hazillashdim. Xo'p, endi mana bu daraxtni ekib ko'ramiz. Ekib qo'yishim kerak bir tarafdan. Yaxshi bo'ldi. Mana bu mollar lekin shunday asabim o'ynayapti. Endi u yoq bu yoq yo'q-da. Xo'p, ko'rib turganlaringdek yorug' bo'ldi hamma joy. Endi yaxshi. Xo'p, endi pastga tushib turib endi nima desa bo'ladi? Toshlarni kavrab olib, keyin daraxtlarni sindirib olamiz. Xo'sh, men bu brat qochib turish juda ham yaxshi bo'lardi. Bola aytgancha men bu yo'lda men buzib tashlayman hozir. Buzib shunchaki olib tashlayman, ko'rasizlar. Men bu loylani o'zimga kerak loylar. Pastroqda loy chiqmasligi mumkin, shuning uchun ham loy
Hozircha asrash kerak. O'zimizda nerda emasman chunki. Bu bitta chunk bo'lgani uchun, bir chunk bo'lgani uchun bu juda ham problema narsa. Loy topish. Keyinchalik agar masalan men loyda havoga shunchaki ketizadigan bo'lsam, nima bo'ladi? Даже loy kerak deb qo'ygan paytlari ham bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ham loyda isrof qilmaslikka harakat qilamiz. Loy o'zi kerak bo'ladi, ko'rasizlarmi? Xo'p, mana bu ko'mirlarni tashlaymiz. Ko'mirlar ham keraksiz hozircha. Xo'p, bu videomiz ancha uzoq davom etgan bolalar. Mazza qilib hozir videoni sразу pauza qilib turib, o'zingizga yeyishga nimadir olib kelib olib, bir joyga o'tirib, joylashib ko'rishinglar mumkin. 5-minut boshlanishi bu. Boshlanishda yaxshiroq, uncha yaxshi bo'lmaydi, lekin o'rtalarida va oxirida har doimgidek qiziq joylar bo'ladi, bilasizlar. Bu butun dunyoning shunaqa, nima desam bo'ladi, kinolarda, videolarda ham shunaqa boshlanishi sal nima bo'ladi-yu, lekin o'rtalari va oxirroqlari reklamasiz yaxshi bo'ladi. Короче, yana bir men 1000 ta obunachi bo'lganimdan keyin o'sha reklamaga start beriladi. Короче, kimdir reklamasi bo'ladigan bo'lsa, reklama qilib berishim mumkin. Agar 1000 ta obunachi bo'ladigan bo'lsa, sразу. Bilaman, o'shangacha anchagina aktiv yig'ib qo'yaman, chunki men juda ham kam shorts qo'ygan holatda, короче, juda ham kam shorts qo'yaman va nima desa bo'ladi, bizning auditoriyamiz ko'pchiligi o'zbeklar tomosha qiladi va shunaqa qilib bizning ham kanallarning rivojiga qancha bir 10% bo'lsa ham hissa qo'shgan bo'laman. Va bitta mol o'lib ketdi, menga ko'cha tushmadi, lekin rozi emasman ko'cha tushmagani uchun. Hozir men urib yuboraman. Yo, hozir qaranglar. Bu mollar yuguradi-ku, mana men uraman, mendan qochib ketadi-ku. O'shandan keyin boshqa joyga qocha olmaydi, nima bundan tushib ketadi-ku, bilasizlarmi? Urganda ham qocha olmaydi-da, jinursin, mazza. Lekin men bu joy bor-ku, ko'ryapsizlarmi? Mana shu joydan tushib ketmasligim kerak edi, iloji boricha. Shu videoni oxirigacha tushib ketmaslikka harakat qilaman. Elgoga o'xshab endi loylik qilib tushib ketib qolmasam. Lekin tushmayman, iloji boricha harakat qilaman. Xo'p. Bu videoni bilaman, ko'pchilik kutmagandi, o'zim ham kutmagandim videoni olishimni. Lekin to'g'risi ham bu videoning boshlanishi menga yoqadi, chunki juda ham interesli narsa. Nima deb tushuntirsam desam, juda ham qiziqarli. Xo'p. Past juda past, juda ham chuqurga ko'p balo bo'lib ketgan. Xo'p, men uzog'i 20 ta blok ko'ra oldim. Sizlar nechta blok ko'ra olganinglar kommentariy yozib qoldiringlar. Bor yo'g'i pastga qaragan paytim shunchaki 20 ta blok ko'ra oldim bola. Xo'p, 20 ta blok degani bu 20 ta blokda nima borligini bemalol ko'ra olasizlar. Undan yo'q nima borligi ko'rinadi. Pastda ham qiziqda, menga pastda nima borligi qiziq. Men hozir bu o'yindan tashqari yana bir marta o'ynab ko'rdim o'zim. Shunchaki kirdimda, o'ynab ko'rdim. Pastlariga qaragan yo'q, lekin to'g'risini aytaman. Xo'p. 4 tami 5 ta blok o'ynadim. Xo'p, qaranglar. Hozir toshdan keyin ko'mirdan keyin misdan ko'mirdan keyin taxtadan keyin misdan keyin nima deyiladi? Somondan keyin suvdan keyin nima deyiladi? Qumdan keyin temirdan keyin spanjda o'zbekchasini gubkada, короче, gubka degan narsa bor. Uni o'zbekchasiga tarjimasi yo'q uni. Короче, men ko'p qidirganman bu so'zni. Lekin shu gubka, именно gubka degan so'zni o'zbekchasini topa olmaganman. Davay bolalar. Shu gubka degan so'zni o'zbekchasini kim bilsa, o'zbekchasiga ma'nosini kim bilsa kommentariyada yozib qoldirsin va men o'zimga bilib olaman. O'zbek tilida nima deyilishini, gubka qanaqa aytilishini. Shevada emas. O'zbek tilida qanaqa aytiladi? Tushunasizlar? Shevada aytmanglar, iltimos. Shevada yozmanglar. Xo'p, hozir menga yana cho'p kerak va toshim qolmay qoldi. Tosh olamiz endi yana. Men ko'mirlarni ham sindirib tashlashim kerak. Ko'mirlarim o'zi ko'mirlarni olib chiqishim kerak edi birinchi navbatda o'zi. Lekin toshni ham olishimiz kerak edi bolalar. Tosh ham qolib ketmaslik kerak edi. Xo'p, bizga o'zi adashmasam ketadi hamma narsa. Voy, o'zi yomg'ir quyib yubordi. Yaxshi. Let's go. Unda hozir men o'zimga anzilni qilib yana bitta nima lapatga yasab olaman. Shovel deb oraman 1-2 marta. Endi aytib bermaysizlar, shovel deb bo'lgan qo'yamiz hazil bilan. Va men bu bloklarni adashib buzib yuboryapman. Aytib bermaysizlar. Yaxshi. Va men bundan anchagina qiyin bo'ldi, yaxshi. Xo'p, men bundan ochib qo'yishim kerak. Ochib to'g'riga qarab ketamiz. Let's go. Xo'sh, hozir men bu yoqda nima qilib olaman bolalar?
Xo'p, men bir uy qurishim mumkin. Men bu jitillarni bir joyga qamab qo'yishim kerak. Yoqmayapti ikkalasini ham qarab turish. Qarashim qaranglar. Yo'q, qayerga qilsam qarayaptim, qaranglar. Qayerga qilsam qaraydi. Qayerga qilsam qaraydi. Chimursin. Yaxshi lekin. Bo'ldi aytgancha men bu anonda nima desam bo'ladi. Bu vijvaniyamiz orasida sizlar bilasizlarmi yo'q bilmayman. Gravel degan narsa bor. Bilasizlarmi? Bilmasanglar bilib olinglar. Короче, gravel degan narsa bor. Men ekran chetida chiqarib qo'yaman. Xo'p. Gravel degan narsa bor. O'sha graveldan flint chiqadi. Flintni ham o'zi ekran chetiga qo'yib qo'ydim. Короче, ana shu flint degan narsani olganimcha nimasi bo'ladi? Hammasi joyida bo'ladi. Chunki nimaga? Menimcha men lava topishim mumkin, yana bir narsalar topishim mumkin. Yoki suv topib olishim mumkin. Xo'p, qaranglar. Sizlarga ham gap aytaman. Bu Minecraft, bu mana shu ko'rib turgan Sankfilada qayerdadir lava bor. Uzr bolalar, bu bloklarni qatib qo'yayotganim uchun. Hozir nima desa bo'ladi? Telefonning o'zi nastroykasi adashib ketib qoldi. Qo'yib yubordim, mana qo'yib yubordim. Tikka qo'yilib ketdi keyin garchi. Lava bo'lishi mumkin, garchi. Davomimiz gapimizni davom ettiramiz. Qaranglar, pastroqda adashmasam yorug'lik ko'rinyapti-da, sal bo'lsa ham. Sal bo'lsa ham yorug'lik bor. Значит, bu yoqda lava bo'lishi mumkin. Nimaga bo'lishi mumkin deyman? Chunki yorug'lik bor joyda ko'pincha lava bo'ladi. Ender lampa bo'ladi. Keyin kim ko'rgan? Konga tushgan paytingizda unaqa lianaga o'xshagan yonib turadigan narsa bor. Keyin qanaqadir bir xurmoga o'xshash meva bor. Dumaloq bo'ladi-da, limon sifat meva. O'sha ham yonib turadi, bilasizlarmi? To'g'ri, Minecraftda ko'pchilik narsa o'zidan nur taratadi. Lekin ular sun'iy bo'lib turib ham yaratadi-da. Bittasi tabiiy, to'g'ri. Lekin bittasi sun'iy bo'lib turib ham yaratadi-da. Xo'p, men bu yerda qilishda sal nimasi bo'ladi? Xatolik ketgan bo'lishi mumkin. Bu ham tushib ketdi, voy jinursin. Normal. Blokka ochmaymiz. Minecraftda o'zi blokka ochmasligi kerak mana. Ko'rasizlarmi, qaranglar. Temir bor, slime blok bor, tarvuz ham bor ekan даже. Tarvuz nimaga bilmayman. Lekin shuni bilaman. Avangard juda ham kattaroq joy qursin deb turib, o'z Minecraftning anchagina katta ishni, xuddi mas'uliyatni yelkamga qo'yib qo'yganday bo'ldi-da. Xo'p, bo'lmasam, let's go. Davom etamiz. O'zim ham bu yoqda nima desa bo'ladi? Daraxt ekish uchun joy qilmoqchi edim, lekin shunchaki tekislab qo'yishga qaror qildim. Tezroq men bolalar aytgancha sizlarga tegab aytmayapman. Eson chiqib ketibdi, hozir aytaman. Xo'p, sirazi chiqqanim uchun qo'rqib ketganim uchun uzr, qo'rqitib o'rganim uchun. Bu yoqda ham bu yoqqa daraxt egalar ekan o'zi bolalar. Короче, mana bitta tezroq qilmoqchi bo'lgan ishim hozir men izmrud topib, ya'ni zumrad topishim kerak va zumradni men bu jitillarga almashtirishim kerak, короче, tezroq qilib. Almashtirib olishim kerak ham. Keyin sabzi bor, ko'rdilar qo'yib. Mana shu sabzini ekib nimasi yana o'stirib, bularga sotib, izmutini olib, bularni levelni ko'tarishim kerak tezroq. Adashmasam bizga yana bitta ko'k kiyimdagi brat kelish kerak edi, ana bilasizlar. Ana bu ikkita lama bilan yuradi. O'sha brat kelish kerak bizga. Hozir shu ishlayman. Izmutdan nima qilib beradi-da, yomon. Nima desam bo'ladi? Brat qanday tushuntirsam ekan sizlarga? Kulgili-da, kulgili. Yuradi, shu lamasini o'ldirib ana. Yo, uni o'zi kerak emas. Uni sotuvchini o'zi kerak emas. Lamasi ham kerak emas, lamasi ham bor. Undan tushirgan kojasini ham qo'yib turinglar. Ko'pchilikda bo'lgan mana. O'sha sotuvchini ana qo'lidagi ipi bor-ku, ikkita lama ushlab yuradi. O'sha ipi uchun o'ldirardim men. Hozir ham shunday qilaman. Bundan keyin ham shunday qilib qolaman. Mana singanga o'xshar ekan. Tekstura xato ketibdi bolalar. Teksturadan anchagina xato ketish bo'ldi hozir. Chunki bu nima desa bo'ladi? Bu karta anchagina
eskisi ham bir 2023-yil chiqarilgan karta bu. Adashmasam ma'lumotida shunaqa yozilgandi. Ay 2023 aprelda 13-14 sanasida shunaqa. Xo'sh, let's go. Va mana bizga mis chiqdi. Mana versiyamda aytib qo'yib bola. Bu 1.20 versiyada misdan hech narsa taxlab bo'lmaydi. Shuning uchun mis nimagadir kerak bo'lib qolishi uchun o'zimga bir sakkina olib qo'yaman va bir sakda olib shunchaki sandiqqa solib qo'yamiz. Shuning uchun ham mana nima desa bo'ladi. Ko'p mis olayotganim yo'q. Ko'rib turibsizlar. Shunchaki 30 ta mis olib qo'ydim. Sekin olishim mumkin, lekin juda ham ko'p olib bormayman. Mana o'sha suv bizadan chiqdi. Ko'rasizlar, suv chiqdi. Suv. Ha. Короче, mana buni olib tashlaymiz. Ko'proq olib olishim kerak. Bilmayman nimaga olyapman. Lekin bu somon kerak bo'ladi bir tarafdan. Bir tarafdan bizga non qilamiz. Keyin tort qilamiz. Tepa berza tuyo qilamiz bolalar. Xo'p, hazillashdim. Let's go. Bitta sindirib, zerikmasdan suvda yuray va bolalar. Xuddi bakromizga tushib qolgandek ketaveramiz-da. Qaranglar, bu hamma joyimiz bir xillikdan iborat. Suv hozircha nimasi bo'ladi? Men bu suvda ko'rib turishlar-ku. Bu suvda shunchaki ikki tomonga qo'yasam bo'ldi. 4 ta blokka olib turib, ikki tomonga qo'yasizlar, ikkita burchakka, lyubi xohlagan burchaklarga qo'yasizlar. Ungacha burchaklarga qo'ymaysizlar faqat iltimos. Uni qilmanglar. Qarama-qarshi burchaklarga qo'yinglar. Iloji boricha masalan 4 ta blokka oladinglar. Masalan o'ng tomondagi tepadagi blokka qo'yadigan bo'lsanglar, pastdagi chap tomondagi blokka qo'ysanglar, qarosh tugamaydigan suv bo'ladi. Tushuntira olgan bo'lsam xursandman. Tushuntira olmagan bo'lsam qaytadan eshitinglar shu joyini. Xo'p. Let's go. Endi tepaga chiqamiz va bularni ham sandiqqa solib qo'yishim kerak. Chunki hozir tuppoyga o'xshab tushib ketib qolishim mumkin-da. Bolalar meni miyamga zo'r narsa kelib qoldi. Hozir ko'rsataman, qarochi. Mana qaranglar. Men bu nimaga mistani buzib tashladim? Hozir oyog'im tagida tutib turgan mistani. Xo'p, buzganning sababi menda oyog'im tagida ana o'tirib ko'rasizlar, somon bor. Xo'p, bu somon nima qilib beradi bizga? Somon bilsalarga 45 ta blokgacha jonlilarni olmaydi. 45 ta blokdan sakragandan keyin jonlilar ketadi. Adashmasam shunaqa eshitganman. Qarochi, qanaqa tushuntirishar ekan? Mana bu tepadan pastga tushgan taqdirimizda ham jonimiz ketmaydi, mana qaranglar. Sakrayman, jonim ketmayapti, ko'rdinglarmi? Lekin boya sakraganda jonim ketgan edi. Mana bu ham bir kallani ishlashi bolalar. Значит, mana IQ'm baland, ha? Xo'p, endi 27 ta blokda craft qilib olamiz va o'zimizga kerak bo'lgan yarimtalik taxtalarni yasab olamiz. Nimaga sekin craft qilyapti? Chunki bu Minecraftning o'zida pakretmi degan rejimi bor. Shunga qo'yganman. Klassik inventarga qo'ymaganman. Klassikda o'zingizlar taxlislar to'lga. Xo'p, Minecraft o'zi ham qilib beradi, lekin unda qanaqadir kompyuter qilib beradi-da. Kompyuterda mana mishka bilan nimanidir olib turib qilasizlar-ku. Undan shunaqa. Bu shunchaki nima qilishni xohlab sirazi teraman va uni taxlab olaman. Nima kerak bo'lsa. Mana shu joyida bilmayman, qanaqadir blok sirazi ikkiga bo'linib ketdi, lekin meni qo'lim bunaqasiga ikkiga bo'la olmasdi. To'g'ri qarasam bo'la. O'rtadagi katakcha, mana 9 talik katak turibdi. Crafting pastda. Ko'rmaganlar uchun, qarochi. O'shanda meni qo'lim o'rtadan o'tardi. O'rtaga tegardi, o'rtada bitta blok qolish kerak edi. Qarochi, 64 3 ga bo'linish kerak. Xo'p. Shunda lekin to'g'ri, bir tarafdan to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Bir tarafdan to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Lekin shu qo'yilish kerak edi, lekin qo'yilmadi. Nimaga? Shuni kommentarga yozib qoldiringlar, iltimos. Bilgim kelyapti. Juda ham. Endi qolgan joylarni davom ettiramiz.
balo qilib bir tarafdan tugatib oldik. Ko'rib turganlarda bitta taraf tugadi va endi ikkinchi taraf qilamiz. Mana aytganimda o'sha brat keldi. Assalomu alaykum qilaysiz. Короче, mana shu bratdagi mana hozir ko'rasizlar, sizlar mana bu ip ko'rasizlar, ipni. Короче, ana shu ipni olish uchun o'ldiraman buni. Qaranglar ketdi, hozir tez urish qilaman, qaranglar. Men uraman. Birinchi orqasiga o'tib olaman. Mana. Ha, menga tufayli, ularga tufayli, bir-biriga tufayli. Keyin o'ldirib tashlaydi bir-birini. Xo'p, iloji boricha bilan tezroq o'ldirib tashlashim kerak, chunki yozman brat o'zini yo'qib qo'yishimga qanaqadir zeli ichib. Mana, o'zi bitta uni tayyor, nima deydi? Ip tayyor, ikkinchi ip ham tayyor bo'ldi. Brat bemalol yuravering endi. 3 ta bo'ldi bular. Brat ketdi hozir o'zini otadi. Jinosan otmadi. Tez qaram. Otamiz, sirali otamiz. Farqi yo'q. Xo'sh. Endi davom etamiz. Qaranglar, o'zi nimasi bor? Xavfsizlik birinchi o'rinda-da. Kemasdan 3-4 ta blok qo'yib turib, sirali o'tirib olib, ana ijodni boshlamoqchiman. Davom etamiz bunda. Aytgancha bo'ldi. Xo'p, videomizda 21 minut, почти 21,5 minut bo'ldi. Xo'p, bu videoda yana bitta yangi anima aytmoqchiman. Yangi narsa chiqaryapman. Ya'ni yangi video chiqadi. Bu safar xo'p, xuddi shu narsa, xuddi shu rubrika nimasi bo'ladi bu? Qanaqa bo'ladi bu narsa? Короче, hozir tushuntirib o'taman. Qaranglar. Men makillagan uchun ham uzr, adashib ketdim baribir meni. Xo'p. Biz maksimalni boya aytgandek, boya videoni boshida aytgandek, maksimalni HP yig'amiz, to'g'rimi? Xo'p, uni bitta chankifta qilmaymiz-da, butun merda qilamiz. Qanday bo'ladi? Nima deysizlar bolalar? Lekin bir tarafdan zo'r bo'ladi. Chunki u yerda moblar bo'ladi, to'g'ri, bu yerda ham mob bor, hamma narsa bor. Lekin cheklov bor bu yoqda. Cheklov qayer? Mana tushib ketishim mumkin, hozir tushsam, ancha narsani yo'qotib qo'yaman. Даже HP ham minus bo'lib ketadi, juda ham katta minusga qo'l urib qo'ygan bo'laman. Agar o'z mabodo men tushib ketib qoladigan bo'lsam, shunchaki 3 HP'm havoga ketadi, tamom. Men to'g'ri qaytadan spam bo'lishim mumkin. Sandiqni ichini ochib, bitikdan narsalarni olib olishim mumkin bolalar, lekin ko'pchilik narsam yo'q bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun ham hozircha bunda sekin-sekin qilamiz. O'zimizni merga o'tgandan keyin любой merda farqi yo'q. Qanaqa mer bo'lsa ham, birorta normal merda setini bilsanglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. O'sha setda o'ynab ko'raman. Agar mana sizlar kommentariyaga yozgan paytingizda eng ko'p qanaqa tushuntirsam ekan sizlarga, xo'sh. Eng ko'p like yig'ilgan setda, kommentariyaga yozgan setda, masalan, короче, eng ko'p eng ko'p like yig'ilgan setda o'ynaymizda, короче. Da makillash bo'ldi lekin to'g'risi ham. No, bu joy вообще makillatyapti-da, qaranglar, bolalar вообще. To'pikka tiqib qo'yadi, voy bola, qarang. Hozir men hazillashib, men bu tepamdagi yer blokka chiqadigan bo'lsam, men bu bratga o'xshab, men tushib ketib qolishim mumkin. Bilasizlar, men yugurishda oxirgacha bosaman. 2 marta bosib o'raman bir-ikki paytda. Shuning uchun ham sirali o'tirib olaman. Bolalar aytgancha sizlarga ham bitta maslahat. Men telefonda o'ynayman, to'g'ri, telefonda ko'rib turibsizlar, telefonda o'ynayman. Lekin Minecraftni kompyuterda o'ynayotganlarga maslahatim, mana shunaqa joylarga kelinglarmi? Sheriklar bilan o'ynamayapsizlarmi yoki kulgu uchun o'ynamayapsizlarmi? Shunchaki vijvaniya qilish uchun yoki qanaqadir chiroyli uy qilyapsizlarmi? O'sha paytda shrift degan tugmadan umuman, короче, sizlarda qanaqa deyiladi, eng kichkina barmoq. Bilmadim, sizlarning shevanglarni bilmayman, lekin bizda jimjiroq deyiladi. Eng kichkina barmoqlarni shriftdan uzmanglar bolalar. Chunki sal uzsanglar, sirazi W bosib yurib ketib qolasizlar, bilasizmi? Ko'pchilikda shunaqa bo'lgan. Shrift masalan menda ham ko'p bo'ladi. Lavani tagida turgan paytim shriftdan shunday qo'lim uzib qo'yaman, yurib qo'yaman keyin bilmasdan. O'sha keyin lavaga tushib ketib, hamma narsa yonib ketsa, asab bo'lib yotaman keyin. Ko'p, masalan, juda ham ko'p narsa topgan paytingizda yoki ko'ngil tushib qolasizlar-ku. O'yinda boshida ko'pchilikdan bo'lgan bo'lsa kerak, shunchaki ko'ngil tushadi-da. Ko'p narsani topadi-da, chiqqan paytda o'sha hamma joy qop-qorong'i bo'ladi. Keyin siz suvni tepasidan chiqasizlar, bilasizmi? Tepalarda suv bo'ladi-da hamma joy.
Sizlar o'sha tepaga kelib chiqib ketaverasizlar, menga yemay qo'ydi masalan. Kelgan joyimdan qaytib ketish kimga yoqadi? Qidirish kerak edi uni qaytadan. Lekin ko'pchilikda shu narsa bo'lgan bo'lsa kerak. Masalan, men bilan Elgoda juda ham ko'p bo'lgan. Endi boshqa YouTuberlar bilmadim-ku, lekin tajriba o'qiyotgan uchun Elgo juda ham yaxshi variant. Mana men to'payda qaranglar, ibisal qo'l o'zim tushib ketadim hazillashaman. Birat o'zim hayotga qiziqishlar juda ham banda. Bundan oldin chiqamiz. Davay. Men qolib ketdim. Bilmaysan. Let's go. Xo'sh, endi nima qilamiz? Nima qilishni bilmayapman-da. Davay yana bitta joy ochamiz. Bo'ldi, nima deysizlar? Yoki videoni tugatamizmi? Hop, to'xtab turinglar hozir bir daqiqa. Kunduzi qilmas ekanmi deyman-da bunda. Yo, kunduzi qilmas ekan bo'ldi. Hozir sirazi kunduzi qilib turib videoni tugatmoqchi edim-da. Kechqurun xayrlashaveramiz, nima deysizlar? Vo, bratlar, hozir joylashib beradi men uchun. Mana random chunk bir narsa yozilgan. Yo'q, bo'lmasam hammaga xayr bo'ldi. Sizlar bilan men avangard bo'ldim. To'xtab turinglar, men ikkita chet el bilan xayrlashamiz deb. Brat qarang, kameraga qarang, brat. Kamera bog'la. Qarang. Qarang, endi qaramaydi. Arazlarlar, brat. Brat qarang kameraga. Menga emas, kameraga qarang, brat. Qarang. Har bitta sakrashimga qaraydi, brat. Bratlar kameraga qaranglar, iltimos. Kameraga. Brat qaravering, bitta qaravering. Hoppa. Qaradim. Yo'q, короче, hammaga xayr bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha sog'lom bo'linglar va keyingi videoda kommentariyada nima yozishimizni yozib ketinglar. Короче, kommentariyga yozib ketinglar. Nima bo'lishini. Короче, hech narsamiz yo'q. Ko'rib turganlaridek video hozir tugaydi va sizlar ikkita chet el ushlaygan. Pastga tushib ketadi bittasi. Kamera ham rosa qoldi hamma joy. Короче, hammaga xayr. Sizlar bilan men avangard bo'ldim. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Boom.